Biz ustoz agar kelmaganingizda lekin karbamid berib olaydik. Yo, karbamid. Bir olgan karbamid urib qo'yganmiz. Yo, endi karbamid boshqaga o'tkish kerak. Ya, karbamid tashlaydi u, yaxshi tashlaydi. Selitra 5000 qo'ysa bo'ladi unga, 10000. Karbamidga ko'proq qo'yib yuboramiz. Ya, karbamid tez ishlamaydi. Karbamidni qator arasi ishlangan ekinlar bor-ku, makka jo'xori, mana paxtaga yaxshi bo'ladi. Bunga umuman kerakmi? Bu selitra ishlayveradi. Selitra bilan ishlaydi. Selitra bilan. Agar mabodo selitralaring bo'lmaydigan bo'lsa, birinchi ertaga bizlar birinchi oziqlantirish bo'lamizku, fevralning oxirlarida, martda. Birinchisiga 200 kg fizik holatda karbamid berish kerakda, ikkinchisiga mana nachalash fazasi vaqtiga 300 kg selitradan foydalanish kerak. Birinchisiga karbamid bo'ladi deysiz. Yo'q, birinchisiga men aytmoqchi bo'lganim, karbamid uzoq vaqt ta'sir qiladi. Agar ikkinchisiga berib qo'ysak, o'simlik bo'yi baland bo'lib ketadi-da, uni o'zlashtiraman degancha vegetatsiya davri cho'zilib ketadi. Yo, hozir muzlaydi-ku, yana bir 10 kundir, 5 kundir muzlaydi. Muzlagan vaqtda karbamid sepsa bo'ladi. Bo'ladi, ha? Bo'ladi, o'sha vaqt bo'ladi. Agar tez o'zlashtirsin desalaring, ammoniy selitra yoki sulfat ammoniydan foydalaninglar. Endi eng siz o'zingiz qat'iy turib o'zingiz yeringizga qaysidan berasiz? Bizlar ammoniy selitradan foydalanamiz. Selitra. Ammoniy selitradan foydalanadi. Chunki tuproqda ammoniy holiga o'zlashtirguncha men aytayapman, vaqt o'tadi. Shuning uchun ammoniy selitradan foydalanish kerak. Ammoniy selitrada 34% azot bor-da. 34% azot. Demak, 100 kg fizik holatda bergan bo'lgan bo'lsak, demak, sof holda 34 bo'ladi. Uning ham o'simlik bor yo'q 50% ni o'zlashtiradi. 34 da yarim. Yarmini o'zlashtiradi. Unda ham. U boyagi lekin erta ekilgan dalalar ko'proq o'zlashtiradi. Mana bu kamroq o'zlashtirish. Sababi bu hali ildiz ham yaxshi shakllanmagan, Buni faqatgina aytmoqchi bo'lganim, ko'pi yuviladi, to'g'rimi? O'zlashtirilish koeffitsiyenti kamroq bo'ladi. Hozir bu dalam holatidan o'g'itib berish kerak-da. Xudo berib qor yog'sa, qorning ustiga sepgan bo'lsak, karbamid, Bo'ladi. Karbamid. Qorning ustiga bo'lagan bo'lsa karbamid zo'r bo'ladi. Mikroelementlar bilan? Mikroelementlar bilan ertaga mana yanvar oyida aytdim, bevosita barglar hozir barg kengligi oshish kerak, tuplash kerak, bargga buni o'zlashish kerak. Bargda og'izchalar bor-ku. Uni o'sha agar suyuq o'sha mikroelementlar suyuq o'g'itlarimiz-ku. Uni o'sha barg yaxshi shakllangan vaqt berish kerak. Keyin stresslardan ham chiqadi. Albatta, u sababi u mikroelementlar, tarkibida makro o'g'itlar, keyin boyagi stimulyatorlar bor. Albatta, men boshida so'zimda aytdim, aminokislotalar qishki stresslar bo'ladi, sovuqlar bo'ladi, qurg'oqchiliklar bo'ladi. Ularning oldini olishda o'simlik stressga kirmaslikka katta yordam beradi. Keyin siz yana bitta narsa. Sizlar kompaniyalaringizda suvni o'rnini qisman bosadigan preparatlar ham bormi? Suvning o'rnini qaysi ma'noda aytyapsiz? Endi masalan, suvga kelib qolgan bilan o'zining hosilini ishlab, o'sha bir natijani berdiradigan suv kam bo'lgan yili fermerlarga undan keyin u suv masala bo'lib boryapti-ku. Tushunali. O'shanda tez suvga keltirmaydigan. Hozir to'g'ri aytyapsiz. Bu to'g'ridan to'g'ri, mana qarangda, o'simlik bargida uni aniqlay olmaydi. Bu fiziologik jarayon. Buni ildizni yaxshi shakllantirishimiz kerak. Ildiz mana hozir tuproqda kapillar tuproqlar bor-da, u nima bo'ladi? Yozda namlik yuqoriga ko'tarilishi kerak. Ildiz qancha chuqur ketsa, shuncha namlikdan foydalanadi. Shuning uchun biz hozir mana bug'doy popig ildiz, asosan haydov qatlamida joylashgan popig ildiz 30 sm. Lekin kapillarning ildizlar bor, 1 metr 2 metrgacha ketadi. Pastdagi namlikdan foydalanadi. Bizda preparatlarimiz bor, masalan Micromix kabi preparatlarimiz. O'shandan bersa, siz aytgan stresslarni, qurg'oqchilikka chidamlikni, kasallikka bardoshlikni oshirib beradi. Va ildiz yaxshi shakllangandan keyin hozir bizlar doimo kontrolni deymiz, nazorat variant qilamiz. Shu masalan Micromix sepilgan dala va Micromix sepilmagan dala. Micromix sepilgan dalada masalan qo'shimcha ildizlar yaxshi shakllanadi, ildiz chuqurga ketadi va Micromix bilan ishlanmagan dalada nisbatan kamroq. Qancha Siafon masalan unaqangi bizda ko'p preparatimiz ko'p. Undan foydalan masalan Biograntda ham uni nizaminemi, to'g'rimi? Unaqa preparatlarimiz ko'p. Qilinsa u foyda katta beradi. Glavoy ildiz yaxshi shakllangandan keyin tuproqdagi oziqani ham shuncha yaxshi, namlikni ham yaxshi o'zlashtirib beradi. Ham albatta mana bu novdalarning, poyalarining baquvvat bo'lishini, sog'lom bo'lishini ta'minlab beradi. Kasallikka albatta sog'lom bo'lgandan keyin kasallikka chidamli bo'ladi. Keyin kasallikka chidamli degan nima degan? Biz endi zamburug kasallik, zamburug spora qo'yadi. Spora qo'ygandan keyin u masalan rivojlantirmaydi, lekin bu sog'lom bo'lsa, uni bardosh oladi. Uni ham yo'qotish muammo emas, yaxshi fungisitlarimiz bor. Shu arzon fungisitlarimiz bor, ta'sir mexanizmi yaxshi. Bevosita gektarga kam miqdorda sarflab, yuqori 250 gram talant. Talantni mana ishlatgansizlar, impulsimiz bor bizda. Bizda yaxshi preparatlarimiz bor.
ham arzon, gektariga bor yo'g'i mana shu talantlarimiz 1 gektarga agar 250 gram 40 mingdan tushadi. Ha, 40 ming mana yaxshi bilar ekan. Yaxshi 40 mingdan tushadi. Agar titulda shu norma qilgan bo'lsa, titul gektariga 100-150 minggacha tushadi. 3 dan biri. Lekin tarkib bir xil. O'sha eng mashhur titul fungitsid bilan tarkibi bir xil. Bir xil. Rahmat. Rahmat sizga. Mayli. Mayli. Yaxshi. Sog' bo'linglar.